Mogo yeyishga amroq do'stlarga go'sht bilan qo'rib yesak alomat o'xshaydigan kebab ta'mlik mogo go'sht qo'rmasining oiladagi tafsiliy etish usulini kutib qo'yay. Etish usulimi nayt oddiy bo'lib, birlik o'zini o'rganalaysiz, sam tugunish boshlanib ketdi. Avval yuyib tayyoqlab olgan mogoni suratdagidek mana shu holatda cho'nroq holatda parchalab olamiz. Undan boshqa qo'shimcha materiallardan go'sht, ko'k qizil laz tayyoqlaymiz. Go'shtning cho'ng kishiligi bo'lsa mana shunday yalpoq holatda bo'ladi. Orqadan qozonga suv quyib, qaynaganda mogoni silib va bunun parqaroq chiqish uchun az miqdorda may qo'yib o'tgandan keyin 2 minut atrofida qaynatibla buni suzib sovuqsiz bir choy qaytamiz. Qozonga yana qaytadan nayt az miqdorda may qo'yib go'shtni silib, buni birdam qo'rib go'shtni bir qadar pishirib olgandan keyin siralab to'g'rab olgan piyozni silib, buning ustiga tetig'dek tuz qo'yib, davomli qo'rib piyozning mizlik etini chiqarib, go'sht 80% holatda pishib bo'lgandan keyin qo'rmamizning rangi chiroyli chiqarish uchun cho'ng ustamning yangidan bozorga solingan qizilmich quyamidan bir qo'shqa silsak bo'ladi do'stlar. Cho'ng ustamning cho'nlig'i bor oilada har qanday qo'rim qo'rg'a vaqtda rangini chiroyli chiqarmagan do'stlar. Cho'ng ustamning mushu lazjan bir ishlatib beqishini tavsiya qilaman. Rangi suratdagidek mana bu holatga kelganda bir qo'shiq uvoq laza va yarim qo'sh atrofida zir silib, o'tning besimini yuqori ochib, yana davomli 1 minut atrofida to'xtamay aralashtirib o'rib qo'ygandan keyin to'g'rab tayyorlab olgan ko'k qizil laza va samsoq silib, yana az miqdorda suv quyib etib, yana davomli 5 sekund atrofida aralashtirib o'rib qo'ygandan keyin tuz ta'min tanshab taqsiga iste'mol qilsak bo'ladi do'stlar. Buni mayli lag'man bilan yeyli yoki mefam bilan yesak alomat tushadi. Ta'mi lekin haqiqatan nayt isl bo'ldi. Oil cho'qim bir snap yaxshini tavsiya qilaman. Amsa filmlarimni yoqtirib ko'rib, haqsiz